Ya bugün keyfiyatlar yaman peyzi deyme qaranglar. İçimden bir nas tipçu, usul pusul deganni oynab naqsh baxshini etib birimda o'ttag'im keladi. Artist chaqamay, mashrab qilib o'tiramdi xiya. Bugün chaqirayli. Usul o'ynaganlar yo'qmi? Yo'q, hamda ya artist chaqasak, shu quruq gap bo'ladi ekan-ku bu yerda ziyorat bo'ladi ekan. Hamda o'zimiz tashlab bir asamda o'ynab boqamdik degan. Uning ustiga shu odamlarga kayfiyat yaxshi vaqtlarda, anadagi ma kayfiyatda bir favqulod nachar vaqtlarda bir qo'l usulni o'ynab olsa, bir naqsh aytsa, bir ashkin bir voqea olsa, odamning kayfiyati yaxshi bo'ladi-ku. Shuning o'xshash deyman, ko'rmanlarning kayfiyati yaxshi bo'lib qolsa deb degandim tig'i. Chaqiramdikmi? Çoxumlam. Men işte o'ylagandim, sizlar ma'qul degan bo'lsanglar, o'zimiz mashrab qilib, o'zimiz naqsh etib, o'zimiz usul o'ynabchi. Chunki mush kichik vaqtlarimdan tortib televizorlarda işte bir aylik mashrab programmalari yoki bo'lmasa ashunda bir faoliyat kechiliklarini ko'rsam, boshqacha bir hayajonlandim. Men ta'sir qilgan bir odam bor, Asqar Raqib akamchi. Shu Asqar akam hamda kichik vaqtlarimda tortib men tunji qitim ekronni ko'rgan vaqtda usul deganni o'ynab, sho'xlig'imni qo'yivatdim mavaga. Terib olsin sho'xlik qiz deb yurganlarda bunda bir naqshlavatdi-ku. Hozircha unutib qolganimiz yo'q, yaxshi ko'rimiz-ku hammaylar. Shu vaqtlarda Asqar akamni ko'rib, va, usul deganni bunda o'ynasa, naqshi deganni mushta essa, nima degan pechat deb manda bir narsa shakllanib qolgan, shuningdek usulga amroq bo'lib qolgan qaranglar men. Sizlarmi yaman, bir narsani bilib oldinglar lekin, ha? Bugun shu Asqar akamni chaqirdim emasmi chanimizga? Sizlar bundaq nima deydi ekan deb o'zimcha bunda nima qilsam bilib oldinglar lekin, ha? Yaman bu kitib sizlar juma bag'an seri. Unda bo'lsa Asqar akammo kap o'g'li xeli bo'lgan, aql saqlab turdi, chaqira olamdi hammaylar. Unda bo'lsa, xo'sh, unda bo'lsa 2022-yillik Munavvar doktor Cho'lpon keldi programmamizda bugungi alayda soniga alayda taklif qilingan bizningki suyumli cho'lponimiz bo'lsa, hammaylarninki e'tirof qilishimizga erishgan, bizga cho'nqur ta'sirlarni qoldirgan, o'zininki salobati bilan, pechat usullari bilan, naqshlari bilan, go'zal ovozlari bilan hammaylarni ram qilib kelayotgan bizning suyumli akamiz, suyumli ustozimiz Asqar Raqib akamizni sanimizda eshitamiz. Tamam hakikaten. Özünüz yaxşı yaxshi. Ma programımızı görüp ben hoş buldum aka, hayacanlandım. Gepans tudunuz ahire aka. Bugün Arlıqda bekçik alaqlaşdıq, kelamıdıq. Lakin ben özüm kelamıgan bilen bu programını körüp duruvatıman, özüm suyunup duruvatıman qıvatqan işlanlardan. Bir programını bir vücut çıkarış, xalqning e'tirof qilishiga erishtirish oson gap emas. Buning nurg'un jafolarni, nurg'un jarayonlarni biz obdan tushunamiz. Shuning ben bu vaqtida o'zim kelamganimga xijil. Kechiratdim aka bugün. Lekin quruq qo'l kelmadan aka buni bilaman. Shunday aka. Ko'rmalarmi shu Asqar Raqib degan ismni anglasam cho'qim hayajonlanib ketdi hozircha aka. Naq maydondagi bizmi hozir shunda bir xil hissiyatimiz chiqib ichimizga batmayotdi, teshiyotdi aka teshimizga. Men o'ylab qoldim hamda naq maydonni ko'rmalar qanday qaraydi, tomoshabinlar qanday qaraydi. Lekin men shu ang beshidlam boshqa programmalar bo'lsa hamda o'tirib ziyoratlarni qilib sal bir o'zdishib olgandan keyin bir nomerlarni qilib bering aka deyish mumkin, lekin men unda qilmayman aka faqatlam. Shunga shu ang boshlam vaqtida bir naqshi bir kuzasiz qanday bo'lardi. Ang boshlam bir qo'shal qo'ydim aka hammaylarni. Ya bo'ladi uningda. Nima desam men o'zim mehmon chaqirsammi, oldida choyni o'zim qo'yib berib, ana keyin tomoq qo'yib berdim. Chaqirsim ishida. Meyli aldı dursun, meyli keynidi dursun. Çokum biz bir yerge kilozar aldığındaki tamaşbinlerimizga, kadirliklerge bir yaxshi sözlerimizni, bizden yaxshi bir naqshlarimizni, sig'ingan, yaxshi ko'rgan, yaxshi asarlarni so'q qilishga biz har zaman har vaqt tayyor turibmiz-da buni. Bizim taqozomiz aka. Shu taqozo bo'ldik-ku. Etpasmi bir mush boshlam? Ha? Başlayıqını ketdik aka. Bo'ldi, unda olsa, shu har millatniki, har xalqning o'zining xalq naqshlari bor. Shu xalq naqshlariga yaxshi bir varislik qilish, keyingi avlodlarimizga yetkazib berish, to'liq yetkazib berish bizning majburiyatimiz. Hamda biz bu vaqtida har vaqt, har zamonda, har daqiqada buni deb turish
hem mening mas'uliyatim deb qarayman. Şoňaşqa tomoshabinlarimizga, ko'rmanlarimizga shu bir harokatni husnini bir so'q. Rahmat aka. İkraldı görmeler için biz için müştak hizmeti boğunuzga yan bir qatim teşekkürümüzü bildiririz. Oldursak gider kalmasa. Programımızda oturup rastga qilsam o'zimni baxtli his qilyapman. Amdi aka mushu sizni Asqar raqib deblam shunimiz aka. Ammo kichik bolalarmi o'liq Asqar aka deb atmaymiz-ku akani bir cho'lpon bo'lgandan keyin cho'qim ism familiyasini atib oldik emas. Nurg'un ko'rmanlar sizni tashqi jihatdan tushundi aka. Asqar raqib desam lapar o'ynaydigan yoki naqsh etidi, usul o'ynaydi, kelishgan akamiz deb shunda bir xil obrazingiz bor aka. Lekin endi sizdan bu turmush jihatga ishlarni, ankin oila kelib chiqishingizni bilmaydigan nurg'un ko'rmanlar bor aka. Shularga bir javoban qilib, bir so'zlab beramiz aka, yeshilmagan bir sirlar vaqasi yeshib. Bildi. Masalan, siz nerede tug'ilib, nerede o'qidingiz aka? Aldı bilan yana bir deydiganimiz, odamning qayerda tug'ilishi muhim emas, qayerda yashay olishi bu muhim ish shu. Yana birisi sizin tavallikinizden buluşu, yurtunuzdan buluşu bu bir bəxət. Ben 90 yaşından ilarlıq yesida tug'ilgan. Atam o'qituvchi, opam o'qituvchi. Men
ajoyib bir aqko'ngil mehribon odamlarning ishida cho'ng bo'ldimda. Bir tal nonnimi, bir tal donnimi bekadin yemaydigan, o'zining emgak bilan, ta'ri bilan, masalan men tug'ilsam kichik vaqtlarimda bizning o'ylida shunday chiroyli pardalar bo'lgan, nimalarni tortgan, ashlarni qo'li bilan ishlaydigan onalarimiz bo'pti, adillarimiz bo'pti, ayollar asosan qo'li hunarmandchilikda. Hozir hammasi o tashlab qo'yib to'rdan setib oldi-ku hozir. Shuni meni hamda kelib chiqishim güzel bir sahrada, Ilartigan yezida tug'ilib cho'ng bo'ldim. Boshlang'ich o'rta maktabni shu yezdagi maktablarda tamomlab, san'at shoirniki usul kasbiga qabul qilindim. Bu vaqtda bir o'quvchiga 2,5 o'qitish to'g'ri keladi. Nima uchun deganda, har qatamda qabul qilishda Qashqa Xotanda bir bilim Aqsu tarafnikini bir qabul qilgan bo'lsa, keyin qatamda cho'chak qaramay, Shayxonza deymiz, mayutlarimizda, keyingi vaqtlarimizda Turpan, Qummi, Atosh, ashta qo'shib qabul qiladi. Vaqtida o'qituvchilar o'zlari berib oladi. O'zlari berib necha ming o'quvchining ishini tanlab, yana ashning ishidan 10 necha ming o'quvchini tanlab, uning ishidan yana o'rimchik ekilib imtihon berib bunday oladi. Shunlashqa birinchidan sen kirish oson emasdi. O'qish uningdan oson emasdi. Bittagandan keyin xizmat men bittagandan keyin Shinjang Naqsulimiga taqsim qilindim. Naqsulimiga kirishning o'zi balki cho'ng ishda hamda bu alayda sizning yaxshi o'qish o'lcham nimaga to'shmasangiz mayli. Maktab bitirib xizmat kelgandan keyin xizmatga bu yerdagi besim bak yo'qoldi. Nima uchun deganda bu yerda biz maktabni bitirib keldik. Qolgan asosan 4 yil, 5 yil, 3 yil burun kelib amaliyotni 5 yil o'tkazayotgan, tajribalarni qilayotgan. Ammo bu yerda anishtiga artistlar qo'shinimi bak kuchlikdi. Vaqtida Naqsulimiga 87-yili san'at bitiribdimi? Yerdan Naqsulimiga mana azar qadar shad ishlatdim. Bak murakkab emas, mening tarixim buni ayt oddiy. Anandagi aniq-chu. Haliki so'zlarim meniki, o'zimning ko'z qarashimmi, dunyorimmi aniq. Ayt meningda bak qarayim qanchlikmi yo'q. Unda bo'lsa qarindoshlarimiz shu aka. Hozir 4 qarindosh, 2 o'g'il, 2 qiz. Mendan kichik bir singlim bor, Qalbinur ismi. Onun 3-chisi bir enim bor, Amoydan. 4-chisi Maybadar bir singlim bor, uning kishiga. Amaliyotda biz 5 bolada, hamda mendan kichik enim, bu kichik vaqtida qaytish bo'lgan Akbarjonda. Unda bo'lsa aka siz yangi xizmat tushgan vaqtlaringizdan tortiblam, shu labbarni boshlaganmi yoki qanchinchi yillar bir rasmiy bir sahnaga chiqdingiz aka? 87-yil maktab bitirib Naqsulimiga keldik. O vaqtda kelganda o yerga bo'lmadi deganda 5-6 yil ishlamasangiz sahnaga chiqib bo'lmaydi. Shu vaqtlarda anandan keyin bizning Janob Shinjongga bir o'yin qo'yish nima qurildi-da, bir guruh qurilib. Shunlardan keyin bunga biz yangi kichik, yangi kelgan yerda bizning cho'ng ustozlarimiz va taqliq artistlar hammasi qatnashib qolgan. Bir safarda bo'ldik, safarda bir 2 oy, bir seriallarda bizden öğrendiğim çıkışlarımız oldu ustalardan. Qaytib kelgandan keyin to'xtab turmay bir bo'shlik izlaymanmiş kesibni qilgandan keyin. Amaliyotda men o'zim yaxshi o'qidim. O'rta maktabdami, chunki men kichikdan bizning uyda ma'rifning oilasi bo'lganligi uchun bizga ma'rifga nisbatan mayli opamning bo'lsin, mayli otamning bo'lsin besimni aytdi, chiqdi. Vaqtcha ma'lumlarmi sen oliy maktabda o'qisang bo'ladi dedi. O vaqtlarda ham bir tanlab bizni ketgandan keyin maktablarda ishda nima qiladi biz. Keyingi vaqtlarda mushu kesibda o'qib qolibdimi, o'qigandan keyin cho'qim bir o'g'il bola bir ishni qilgandan keyin bunda cho'qim natija qozonish lozim. Ana keyin bir tarafdan endi men mush kesibni qilayotgandan keyin bundan qanday bir natija qozonishim lozim. Bu natijani qozonish uchun biz jiqtirishdik, tirishib, chunki men o'zim usulda o'qidim. Men 97da mamlakatlik Oltin Toz o vaqtda biz shuningda 91 kelsak 6 yil tirishdik desak bo'ldi. 6 yil mashq qildik. Mamlakatlik bir musobaqa bo'ldi. Buningga hozir Jungo usul san'atiga eng chong to'kib qo'shayotgan artistlar, masalan, shu Minzuda shuniki Jurins va Jang Tiyaqong deganlar, andan keyin Yang Lipian, mush qatorliq eng kuchli artistlar bilan bir musobaqa. Vaqtda men dollarlik degan qo'shkichik usulni qildik. Vaqtda biz Oltin Toz mukofotiga erishdik. Hamda usuldagi bizning nimamizda. Ona qaytib kelgandan keyin yana mamlakatlik musobaqalarda bo'ldik. Endi bu natija
Üzemning mushundaq bir chiroyli bir xalqning balasi bo'lib, mushundaq bir chiroyli xalqning ichida bir tug'ilib o'skunimning o'zini men hayotimdagi eng chong bir baxt deyman. Men dunyoning men 40 necha mamlakatga aylanibdimi, butun dunyoni ko'ribdimi. Buning ichida men bundaq chiroyli urib adatlar va chiroyli so'zi va har inson o'zini yaxshi ko'rdi, lekin endi men yaxshi ko'rgandan bekroq yaxshi ko'raman mumkin deyman tomoshabinlarga. Sonra gapimiz aralab ketib qoldi. Shunaqa bu xalqqa qanday bir san'atimizni so'zsa qildi degankin o vaqtda bizningki lapar san'atimiz bu hech qanday davlatlarda, millatlarning nimasida yo'q bir san'at turichu. Masalan, buningda sizda bir yaxshi usul atisi bo'lmasangiz bo'lmaydi. Yaxshi bir ovozingiz bo'lmaydi. Sizda bir yaxshi ifodalash kuchiga kuchli chiroy mimikangiz bir necha alayliklar yig'ilgan bir san'at shaklichu bu. Mush narsalar bir ekanda anandikin siz bir lapar etis bo'la olasizda. Shuning uchun buni nurg'un ustozlarimiz har bir yurtlarimizda mayli naqshining bo'lsin, mayli muzikaning bo'lsin, mayli lapar san'atida bo'lsin, bak ko'p badal to'lgichi to'kpikar ustozlarimiz. Shular bunu saqlab qolgan. Davrga emas, millatga xos qanday holatda bir aytsak yaxshi bo'ladi bu asarlarimizni degandan keyingi vaqtda biz Dinlar Abdullah bilan bizning atoqli san'atkorimiz Dinlar Abdullah shuning bilan birga biz sevgi degan laparni dastlabda buni chiqqanni xalqimiz shunchalik yaxshi ko'rdi. Chunki buning tunjisi buningda birinchi qatimda bizmi buni muzika jihatdan, o'rinlash jihatdan, nurg'un jihatdan bir yangilik qilib chiqdikda, qisqaqa biraqlam xalq buni yaxshi ko'rdi, e'tirof qildi. Bizga ham cho'ng ilhom bo'ldi. Ya'ni chiqaraq asarlarni qilsak bo'ladi ekan, yana ko'proq narsalar uchun izlansak bo'ladi ekan deb keynidan ulab yana bir necha asarlar chiqib ketdi shuning bilan. Minni bir yar demse yar shuga ka. Shunday. Qisqa qilib aytib bering aka, bir she'rim ketdi. Bak sevgimni qo'yib etdim havoga. Tepim olsun sevgi izlep yürgenler. Şokluğumni çeçip ettim yollara. Terip olsun koppeğini türgeller. Bek rahmet aka, bek rahmet. Şokluğumni qo'yatdim bu avog'ida sho'qlik qolmabdi juma aka. Çok en üstüge yaşımız çoğuyup duruyordu. Bir yerlere kelgende sen tutup olgan bu dikensiz üzerinde. Lekin saknege çıksak yine çokum bu şoklukumuzni biz kısılamay bütün yo'qini chiqarib hadiya qilmasak bo'lmaydi. Buni tushundim aka. Iliq kechiligingizni men ko'z oldimga keltirsam bir hayajonli aka. O to'g'rida qayli turib paranchimizga kechilik to'g'riliq. Aka unda bo'lsa, masalan, meni bir yer degan lapar bog'i. Shuni Dilnor adam bilan o'ynaymiz-ku. Asqar riqib desa, Dilnor adam bilan birga o'ylab olganmiz aka. Shu bek ta'sir qilganmi yo bizga? Asqar Raqib, Dilnar Abdulla, Asqar Raqibda bunda bir xil o'ylab oldi ekanmiz akamdilar. Ishimizga esiyat tushujimi? Nimishqa shu vaqtda Dilnar adam bilan o'ynab qolgan? Buning sababi bormi? Yo'q, u vaqtlarda boshqa hech qanday sababmi yo'q. Butun o'y xayolimiz bir yaxshi bir asar yaratsak, bir yaxshi bir asar chiqarsak, xalq yaxshi ko'radigan bir ishlarni bir qilsak deb bilan o'ylaydigan ishlarimiz bo'ldi. Biz birlikda biz o'tirib bir maslahat, mishtaq bir yaxshi bir asar olib qoldi. Chiqib qolgandek turdi. Biz siz bir anglab boqmani deyishib Ona Mevlan ağinem bilen Mevlan Niyaz bilen. Vaqtlarda biz Mevlan bilen billa xizmatda onu aslında yeni yetirib kelgan vaqtlarda bil o'tirib ağanını şu Mevlan tuzab addilam uyda o'tirib keyin Abdurahmon Ayub ham pechalaştırib qildi. Keyin buni sahnalashtirib o'zimiz usullarni o'zimiz ratlab bütün narsani ish qilib qo'ygan ekan. Shuning bilan har ikkilimizga ham ko'nglimizgidek bir asar bo'ldi dedik. Bu cho'qim biz o'zimizga yaragan ekan cho'qim tanish billah yaxshi ko'rdam qabul qila olay dedik. Demek aka Mevlan kimning ijodiyati ma bo'lsa-da, Mevlan Niyaz kimning? Mevlan bilan o'tirib orliqda naqratni qada qilamiz deb beshida azroqlam buni bir naqsh shaklda qilamiz deyishib, keyingi vaqtida ananiki buni rasman bir laparlam qilib chiqaryaptilar buni. Haqiqatan poeziya ijodiyati bo'lgan juma aka. Keyingi asarlarimiz bir necha laparlar keyin o'nlab chiqdi, ammo uningdan masalan atoqli yozuvchimiz Mantli Zungamning
to'yni to'ydek o'ynayli. Yana bir mening kechlikda o'tgan ay tutulsa felek idi pervane. Gün tutulsa felek idi pervane. Aslında bir hayırlı bir hiç direkt ben bizimle kamlikte. Keyin to'yni to'ydek o'ynayli. Nadira bilan birga, Nadira Shakartlar. Anamnikini yangi do'stxonim, masalan yangi do'stxonimninki tekstni Muxtar Bug'doyevniki, uning ijodiyatisi hikmasin. Birinchidan do'stxonimning aslisini olib, keyinidikisini asli asarga bo'ysungan, yiltiz qurib ketmagan, shu yiltiz bilan ashning bo'ysungan holatda hozirgi davr yoshlarimiz yaxshi ko'radigan holatda ashtaqa qildi. Uni qilsak, uningda mana aytib bir g'alabalik chiqdi, do'stxonim degan asarimiz. Keyingi vaqtlarda bizning aşk mashqlarimiz to'g'risida deb biz G'uncham nurimni, buningmi beshidagi gulim g'uncham Moşa iliqiliq naqshlarninki G'uncham nurim dramasiniki asos qilib turib, ashtonga bo'ysunib turib keyingi vaqtda Farhat Abidkamninki. Buning ijodiyati bilan, buning tekstini yana Muxtar Bug'doyev bilan o'tirib, buninkini bu ulab qildik. Nima uchun deganda, chunki G'uljidimi shunchalik donglik laparchilar, cho'ng san'atkorlar o'tgan. Deymizga naqshi Qashqarda ijod bo'ladi, G'uljiga urib tuziladi deganda. Shuningga anamdikin Farhat Shirin, Tahir Zahra, Layla Majnun qatorliq bu aşk mashqlar to'g'risida asarlarimizni birdan keyin chiqarib turdik endi. O'zingizning ijodiyati bormi aka arsida? Ham ijodiyatim yo'q desam bo'lmaydi. Ben ijodiyatlarnikini ham usulniki ijodiyatlarnikini laparnikini asosan o'zim qilaman. Usulning ijodiyati o'zingiz aka. Lekin naqshlarnikini asosan tekst jihatlarda ham o'zimiz qarab turib, birinchidan buning ijodiyatisini hurmat qilgan asosda oldida cho'qim ijodiyatchining ismi bilan, cho'qim suratlar bilan mashtaq chiqarishni yaxshi ko'raman. Chunki bir asarda masalan yozuvchi bo'lsin, uningki muzikasini ishtirokchi bo'lsin, uning kimligini nurg'unlar bilmaydi. Bizni bilgan bilan keynidagi ajr qilgan insonlarni bilmasa bo'lmaydi-da. Chunki bu degan bir ijodiyatchi. Meningki deb qolasam, bu mening axloqimga to'g'ri bo'lmaydi-chu. To'g'ri. Yaxshi bo'lmaydi. Rahmat aka. Aka, unda bo'lsa yana bir savolim, o'zimga so'ramoqchi bo'lgan savolim. Asqar Riqtislam aka, ba'zan nurg'un ko'rmalarimiz sizni naqshiyatudi deb bildi-ku. Yana ba'zan ko'rmalarimiz usulchi deb bildi. Mushu bek oydin olmagan, aniq olmagan bir masala aka. Sizda salohiyat zor qaysi aka? Qaysi? Yo'q, men dedim-ku sana, men usulda o'qigan. Men bir naqshi bo'ldim deb qaramayman o'zimni. Men faqatlam o'zim kuchli bir ishimni qilaldim. Yangilik yaratdingiz. Endi men yangilik yaratmadim. Buni endi sizlar bersizlar, sizlar deysizlar-da. Men mundaq ishni qilyaptim, men bundaq yangilik qilyaptim degan gapni men o'zim deyolmayman. Faqatlam men o'zim yaxshi ko'rgan, badal to'laydigan o'zimning bir ishlarimni, o'zim yaxshi ko'rgan xalqning bir azroq olsin bir ishini qilaldim. Men e'tirof qilishga erishsammi, erishmasammi? Chunki mening qilgan ishimga men o'zim yuragimga yuz kelib yashasam bo'ldi deb qarayman. Men o'yinchilikchi odamning maqtab ketishnimi, e'tirof qilishnimi, meni e'tirof qilganiga rahmat aytaman, e'tirof qilmaganiga uningga rahmat aytaman. Nima uchun desang, yana jiqroq tirishsam bo'ladi ekan yana. Men yana jiqroq tirishib, yana jiqroq yetarlik bo'lmabdi deb qarayman-da. Rahmat aka, lekin mening nazarimda yangilik yaratquchi akasiz. Masalan, chet elninki, masalan Yevropa ellarninki, ularniki san'atini ko'rsakmi, har qanday bir naqsiga keyinda usulchilari bor. Shular haqiqiy kayfiyatni yuqori ko'tarib yetalaydi. Amaliyotda rostga qilgandimi shu bir naqshiga nisbatan usul kam bo'lsin bo'lmaydi ekan. Shunday. Qoldi bir yeshildi. Usulmi kam bo'lsin ekan. Masalan, o'sha oramizda nurg'un naqshchilar bor. Mayli nam chiqargan bo'lsin, mayli endi tirishayotgan naqshchilar bo'lsin, shularning orasidami hamda diqqat qilib baxsam, usuldan xabar bor naqshchilarningki sani qiyofati boshqacha bo'ladi ekan. Usuldan qat'iy xabar yo'q naqshchilarningki ularning yana boshqacha bo'lib qoldi ekan-ku. Lekin yana yangilik yaratish ro'yi, yana shu usuldan xabar boroq odamlardan kelib qoldi ekan deb o'yladim naqshchilarning orasida. Faqat hamda o'zimning ko'z qarashimda shuningga men gapingizni anglab, shu mening o'ylagan ishlarimni bir bog'lay oldim aka. Unda bo'lsa aka, shu
şu turpanda o'tkazgan kechilikka bir kelamdiq aka shuning gapiga. Menga bek ta'sir qilgan kechilik hisobimda u vaqtga o kechilikni balkim sizlar ko'rdinglarmi, ko'mdinglarmi uqmayman. Ekrandagi nurg'un ko'rmalarimiz ko'rdi cho'qim. 2006-yili bir qildingiz aka o kechilikni. 2007 yana bir keyingisi bor, ikkinchisi bor. Shu vaqtda mig' odam xuddiliqi Michael Jacksonninki bunda bir kechiliklarni ko'ramizku. Qiya odamlar degan o deb mushunda kechilik bo'ladi ekan deb qolganman. 30 mingdan ortiq tomoshabin. Shunchalik jiqadimda lekin rasman hayron qolgan aka. Shu vaqtda endi sizni men qayta tonigan desam bo'ldi. Shu kechilikni shu vaqt qanday planlagan aka? Vaqtida lekin xalqning bir chanqab ketgan bir vaqtlari, ana shu bizninkimi bir yerilib ya yurakni sug'urib apasam bo'ladi agar bo'lgan bo'lsa yoki bo'lmasa bir yerilib ya o't ketamdi badanga deydigan vaqtlarimizda jangovar bir vaqtlarimizda o'zimizmi hech qanday bir manda bulamdi ya unda faqat yo'q aka yo'q qiyinchilikmi yo'q shuningga biz hammadan jiqroq o'ylaganimiz u vaqtdagi butun qiliq naqshlarimiz mayli ijodiy naqshlarimiz masalan bolalarning yaxshi ko'radigan masalan shu qumulning gulbaray degan naqshlarni shu vaqtda degan eng yaxshi Maktul Murad Tursun og'aylarimiz hozir maqam ijodiyatchi bolalar shu bolalar shunchalik kuchli ishlagan asosan biz udar jihatdan alaylik bo'lgan vaqtlardagi masalan chiroqning sifat bir narsalar degan hozirgining yarimiga yetmaydi lekin arslar qo'shini asarlar yaxshi anandan keyin tomoshabin favqulodda tomoshabin ko'p yaxshi bir artistni tarbiyalayman ish qilaman desangiz yoki 5 yil yo 6 yil yo 7 yilgacha tarbiyalab buni yetaklab qilsangiz yetaklab bo'ldi-ku. Yaxshi bir tomoshabinni tarbiyalash uchun 50 yil vaqt ketadi. Nima uchun desangiz har insonniki dunyo ko'z qarashini, uning qizg'inligini, har odamning fikr qilish nimasi o'xshamaydi. Lekin u kuni cho'qim ashkashlikka kirgan odamning hammasi biz bugun cho'qim asqaratning kechligi kirimiz deb kirgan odamlarda bular bir yaxshi tilak bilan kelayotganligi bo'lganligi uchun endi kechliklarimiz nihoyatda g'albalik bo'ldi. Yo'q, nech puldan sotdingiz aka bilet? Biz shu vaqtda xalq maydonida 2006-yili biz 30 ko'ydim bilan sotgan vaqtda. Shunda chunki endi bizning o'yimizmi biz Turpandan boshladik. 2006-yildagi 30 ko'y, masalan biz 50 ko'y qilsak bo'lardi, men 100 ko'y qilsam bo'lardi uni. Pulimiz ko'p bo'lmuş ko'p. Lekin biz buni men o'zim yaxshi ko'rgan xalq ko'rsin. Hech bo'lmaganda 100 ko'ychani bir biletni qilsak, 10 ko'ychani eshib qoldi, 10 ko'yni kira qilsam 90 ko'yga bir oyda 3 odam kiralaydi bunga. Biz oldi bilan qilib o'ylamasak mayli. Agarda biz cho'qim pullam topaman deganmisam bakchiq pul, ammo shu oqshima 1 million pulima topilgan pul. Lekin bütün qiliq besib kirib ketdi. Besib kirib ketdi. Hamdan atılib olganlar chiqdi. Yo'q, u jek o yerda oxiri ananiki Nijat Kambatı Nijat biz yüzümüzdeki o'g'lini bir hurmatini qilsak, biri chiqib, yana bir kirib olsanglar degankin o teshida hamda mong'ayda sirtidan kelayotgan adam oqidi o'qib. Shu mushunda to'lqin bo'lib ketib, kirgandikin men dedim, mana bunga rahmat. Bayliq degan shu. Bundan da artıq bayliq olmaydı manga. Men hamma narsani menga berib bersa, men bu topqishim, men baldur kelib qolishim mumkin deb berdi. Menga degan bayliq, menga degan xo'shallik shu endi. Lekin bir xo'shoga kamam shu vaqtda hayajonlangan. Sizmi shu uyon qo'yayotgan vaqtlarda aka, maylash kechiliklarda bo'lsin va mayli boshqa xil faoliyatlarda bo'lsin, esingizdan chiqmaydigan bunda bir ta'sir qilgan bir ishlar bormi? Ya ishlar jiq dedik-ku biletnimi. Ana ustiga men ashada Simot 5-oyda tomoshabin bir o'tirgan yerda o'tirib qolmasa deb men Urumchidan 5000 o'rindiq yutkiganda yutkisak o'rindiqni 4-dan 5dan ko'taribdi odamlar. Mengacha bolalar ko'p nega yapırsa bu o'rindiqni 30 kun ichida yo'qimka bu degan. San'atga suydiq odamga nisbatan eng cho'ng boylik pul ham mol dunyo emas aka. Shu boshqalarniki xo'shalligi shu chavaka bo'ladi aka. Shu chavakni bir chag'andan keyin bu boshqacha bir xil odamda bir xil ruh. Sizmi 1 metr sakraydiganlar 2 metr sakraydi. Demak aka, mablag' samoqchi bir ish bo'lmaydi-ku. Shu kechilikmi balkim nurg'un mablag' chiqayotgan bo'lishi mumkin aka. Lekin shuni qaytarib kelardi. Ya, u vaqtda
artistlardan 70 necha artist o'tdi. Ha, jiqti. Jiqti 70 necha artist qatnashdi. Anandan Chiroqniki, ovozniki, nima bo'lib, uningda 16 dak odam bor. Ammo keyinida bo'lib ish qilib ishlaydigan odam 200 ga qadam bor ishlaydiganda. 40 mingga yaqin odam kirdi degan bilan shu vaqtda men sağan 270 mingdak mablag'da bu kechlikka. 2006-yillik vaqtlar. Ona qaytarib kirishning o'zi nima emas o. 20 kun bor. 20 kun bormaydi. Bizniki maqsadimiz arminimiz mushu o'zimizdan xalqiga mush kunga bir erishsak, mushu xalqni bir qo'sh qilsak, bir odamning mayli qanday bo'lsin, bir nishoni armini bo'ladi. Men buni 700 da meni, men buni qo'shildim. O'g'il bo'ldi biz topimiz. Rahmat aka qilib, obaytiq paranlashib, hali yeshilmagan sirlar yeshilib ketdi aka, hali tushunishdi oldik. Endi programmamizdagi muqim so'ralgan 8 savol bor aka. Bo'ldi. Ay turmushingizga munosabatli savollar, unda rasiylik bilan javob bersak aka. Bo'ldi. Birinchi savolim. So'roq emas-ku. O'ylashib javob bersiz bo'laverdi. Birinchisi, siz bu yil qancha yosh aka? Men 54 mangdim, 53'te men 69-yili. Ha. 2-ayning 19 tug'ilgan. 29 emaskan sening bu. 29 bo'lgan bo'lsa, men shuni umid qildim. Hech kim topamasa yeshildi. Top 4 yilda bir Başaka, ondan sonra ikincisi siz qancha yil to'y qilgan aka, shu hozirgi oilangiz to'g'risida so'zlab berasiz. Men 2008 Yengeng o'zing bilsa, ismi Aygül Ahmet, xizmatdosh, o'zimni aytdi, tirishchan xizmatda utuq qozongan munavvar bir naqshchi. Balalarım bo'lsa, cho'ng bolamning ismi Marhaba, o'tirinchi bolamning ismi Atilla, 3-chi bolamning ismi Zulqarnayn. Ailangiz ko'z tegmişsiniz. Keyingisi Mishadiki Juma Şinjandagi aka shu san'atkorlar ishidan to'nilgan artistlar ishidan kimni yaxshi ko'rmaysiz? Shu ba'zi vaqtlar o'zim yaxshi ko'rmayman. Ba'zi vaqtlarda o'zimga sal rejim qilman, o'zimni deb qo'shib ketadi. Azroq o'zim bilan o'zim cho'nglashgan, men jiq vaqtlarda yolg'iz yurishni yaxshi ko'rmayman-ku. Jiqroq vaqtlarda paranglashma, dunyo ko'z qarashi. O'zingizlar? O'zim bilan. Qanday qilib ayna qarab? Qahvani yaxshi ko'raman qarab. O'zim yolg'iz o'tirib, masalan, o'zgarish qanday qiladi bo'tadi, nima ishlarni qila olding, nima ishlarni qilolmayotsa, dunyo ko'z qarash qayerdan bo'tadi. Turmushda nelardi, ketkizib nelardi, badal to'layotsa. Nima uchun desang, men o'zimga jiqroq vaqt ajratdim. Men o'zimningki avvalimni bilib turmasam bo'lmaydi. O'zimniki bor narsamni so'zlashadigan odam topamsam, o'zim bilan o'zim so'zlashib chiqarib etmasam bo'lmaydi. Men amon bo'lsam, bolalarim, oilam yaxshi bo'ladi. Mening atrofimda men yaxshilik o'ylayotgan, yetkazib deyotgan odamlarga men qilmayotgan ishlarni jiqroq qila olmayman-da. Shuningdek, demak yaxshi ko'rmaydiganingiz o'z. Yaxshi ko'rmaydiganim o'zim. Ba'zida shunday o'shunab ketaman o'zimga. Yaxshi qilamayapman ba'zi ishlarni. Rahmat aka, unda siz yaxshi ko'rdiganlaringiz uchun ham e'tirof qildigan artistlar qaysi? Men shu Seneber qizni o'zim yaxshi ko'raman. Kesib tutayotgan axloqiga, pozitsiyasiga, o'zining tutayotgan axloqiga o'zim bir hurmat bilan qarayman-da. Bir umr kasb uchun bedel to'ladi desak bo'ladi-da. Ham buning deb aytsak, bir qator bizning ustozlarimizni deb o'tsak bo'ldi. Mening ustozim mani qilgan, mening nurg'un ustozlarim bo'lgan deb amaliyotda bir kun ilmdagi odamning mumkin hurmatini qilish, qadr-qimmatini qilish, buni aytib bir yaxshi axloq dars bergan, ham bizni yetaklagan ustozlarimiz ko'p. O bizning faoliyat qilishimizdan o'zimizning tirishchilikdan boshqa bizni qo'llagan, badal to'lagan ustozlar, xizmatdoshlar, mana shu o'tag'an hamma o'zimizning qarindoshlari bu tomoshabinlar. Buning o'zi bilan mumkin biz o'g'inimiz bo'ldik-da. Buni qilib men falani deydigan unday narsa bu insonga yarashadigan ish emas. Demak, shu sanavar odamni nuqta qilib bir deb o'tib ketgan bo'ldingizmi aka? Shunday. Yomon tuyuqsiz bir savollar so'rab ketyapsan-chi. Tuyuqsiz sal tayyorligim yo'q endi. Oshnaga tuyuqsiz bo'ldimi aka? Undan sonra keyingisi aka. Keyingi savol, sizni yaxshi ko'radigan odamlar bechiq qo'y.
Lekin sizni yaxshi ko'rmaydigan odamlar bo'lishi mumkin. Shunday. Masalan, shu odamlarga qanday qaraysiz? Meni yaxshi ko'rmaydigan odamlar qanday jiqroq desang, men o'zim shular to'g'risida ancha-muncha tilga qilib qolmaychi. Buning ichida jiqroq yaxshi ko'rmaydiganlar qanday desang, ayol kishilar ekan-chu. Nima desang, buningda ba'zida havas bo'ladi, havasdan boshqa hasad bo'ladi, qarabkam. Yaxshi ko'rishning eng yuqori pallasi nima bo'ldi desang, nafrat bo'ladi-chu. Nafratga aylanib ketadi-chu bu. Balkim ya Sen madem yaxshi o'laman, siz to'y qilmayli o'tay. To'y qilmaylar o'tib ketsam, ya tangsin vaqilmaydi ekan. Hayot degan unchalik uzun emas qo'fkim. 3 kunlik deymiz, 5 kunlik deymiz. Vaqt kelsa, bugun aytgandan kechki ma yo'ldan atrab o'tib ketayotganda kechdi yo'q, qaytib kelmadi deb qoldi. Mishlaq qisqa hayot bu. Shunlashqa men palani yaxshi ko'rganda meni pistani menga o'yishdi deb o'stirgan hayotlarga ularga vaqtim yo'q uningda endi nima uchun deganda azroq bo'lsinmi menga hayotlik bergan vaqtlarimda men bir azroq bir ishlarni bir qilsam deb bizningki qavertimizda bir olim yozuvchi borda shu odamniki bir qaytishib keyingi vaqtda uyiga bir Adakta bir qanday ayolni yanchodan bir she'rni o'qib berganda ali meni yomon dangladi. Utunibdi she'r yozibdi. Men bak ta'sir qildi. Meni ashki deb tursanglar, men ashki bo'lib tursam, azroq xalqim uchun ish qilasam. Keyingisi, siz shu ustoz san'atkor bo'lish sifatingiz bilan shu yangidan chiqayotgan, mana yoshlarga qanday qaraysiz? Menga chiqib uchraychi, mush bolam toza bek kulib ketaman qara. Bek kapsiz yaxshi o'qiyapman, shuni bir artist qilamkin deyapman. Bu dötadam, bu artist bo'lgan ish emas. Siz oldida bolangizni yapmiz, boshqa yerda o'tirib o'qiting. Aqliy emgak bilan jismoniy emgak birlikda bo'lgan kasb bu. Buning qanday oson kelgan kasb emas. Nurg'un bolalar birinchidan odam o'zini bilish lozim-ku. O'zini bilish deganda yoki men shuning ahlimmi, shu qilayotgan kasbga maskulandim kelmamdim. To'g'ri. Ma'ni bilish lozim. Masalan, nurg'un kasb qilayotgan bolalar. Anandan keyin yana bir taraf bilishniki, yana bir tarafida har insonningki o'zininki tug'ilish bilan birga bo'ladigan bir talant bo'ladi-ku. Bu talantni bu odamlar tuyuqsi ma talant degan bu mandaqdan shuni shu odam o'zligidan bayqay olsa ash talantni mening ma'nosi alayligim bor ekanmi men shuni deb ashuni o'zi bayqalib shuning uchun tirishib badal to'lab qilsa bu talant qildi degan gap. Shunlashqa natija qozonayotgan nurg'un bolalarimiz bakchi hozir bizningki bolalarimiz bakchi tirishyotdi. Mayli qizlarimiz bo'lsin, mayli yigitlarimiz hamma sohalarda badallarni to'lab tirishyotdi, lekin bu tirish degan mazgillik, qatlamlik bo'lmaydi. Maqsadlik bo'lmaydi. Nishonlik bo'lish lozim. Maqsadlik bo'lsa, siz maqsadingizga yetdingiz, undan keyin yana qanday qilmoqchi? Sizda cho'qim bir nishon bo'lsa, men bir nishon uchun tirishman desangiz, siz cho'ng ishlarni, nurg'un narsalarni vujudga chiqara olasiz degan gap. Masalan, bizning qilayotgan, maqsad qilayotgan deymiz, ishlayotgan bolalar va bular nurg'unlarda hayron qilma, maqsad qilayotgan bolalar yo'q. Masalan, chiqib men bir mashina olsam, bir uy olsam, yoki bunday qilsam deb. Uni qila olasiz. Siz shuning uchun tirishyapsiz. Ammo uni qilib oldingiz, sizning ehtiyojingiz shunchalikmi? Sizning ehtiyojingiz shu. Uning keyinida qanday qilmoqchi? Shuningga rahat o'tmoqchimi? Unda bo'lmaydi, rahat nishon bo'lish lozim odamda. Nishon bilan mangsangiz, shu nishon uchun badal to'laysiz. Inson jonliqlarning ishida, masalan, esa odam deganni shunchalik kuchli, bizni ajoyib qilib ketadi. Amaliyotda bizning yugurishimiz bo'lib dunyodagi eng dangliq bo'libning yugurishi jarayonning yarmigacha kelmaydi amaliyotda. U har qancha kuchtunga taysinmi, filning yo'lvasini oldida eshitmayman emas. Bergan narsalar ayrim mana jonliqlarning masalan bizniki nima. Shunlashqa masalan biz keyingi avlodlarimizga deymiz birinchidan chiqish yo'li uchun mayli har kasbda oldi bilan shu kasbga men mush kasbning oldi bilan yuzini bir oqtirib men mush kasbga mos kelamdim, men mushdan ahlimi emasmi. Anandikin bo'shliqlantirish degan nimasi kichkinaning bir bo'shliqni deb bo'lsa, shaydan natija bulg'a yashuvchi. U natija deganmi izchillikdan keladigan narsa. Siz to'xtamay uni davomli qilish lozim. Davomli qilib turish lozim. Men deyman, eng muhimi bir umid bilan
bir tushkunlik bilan emas, bir umidlar bilan qarasa hayotga. Yana birisi kichikgina ko'ngilsizliklar, bearamsizliklar keyingi hayotim uchun berayotgan kichik bir sinoqlar bu. Men ya 1000 yil yashamayman, ya 500 yil, ya 400 yil degan gapni o'ylamaslik lozimchi. Bu men berayotgan kichikgina bir yaxshi sinoqlar mana shu mishalarni kichik imtihonlar, savollar deganda buning javob topish uchun ishlasamlar, javob topsamlar bo'ldi buning uchun. Şu o'qituvchilarimiz nurg'un so'zlayotganlar bu pek murakkablashtiryapti bu hayotni. Nurg'un odamlarning beshini qotiribyapti-ku. Ma'nda qiyassangiz onday qiladi, ma'nuni qilsangiz bunday qiladi. Unda 500 yil, 400 yilning oldidagi masalan dorilarmi shu vaqtlardagi odamlarning mizojiga, xarakteriga, anandaki beden nimasiga qarab yezib qoldigan narsalar. Bu hozirgi odamlarningki kasallar murakkablashib ketdi. Burun qadamlar bir tubsiz bir narsani o'ylaganmiz. Hozir biz bu cho'giltib, agiltib, mishalardan biridan chiqarib o'ylar, tafakkurlar o'xshamaydi. Shuningcha jiq narsalarni jiq qilamiz. Sizning yaxshi yashashingiz uchun ochadigan eshik qaysi eshik desa, qalbning eshigi. Siz qalbning eshigini bek chiroyli yaxshi ochib olsangiz, pakiz bo'lsa qalbingiz, yaxshilik o'ylasangiz, yaxshilik qilamısınızmı? Haqqa yaxshilik o'ylasangiz, buning o'zi bir yaxshi ish. Yaxshi ish. Rahmat aka, rahmat. Her bir yığız sözleriniz tesir kıvatıdı hocam aka. Belki ekranda görmelerimi duruz deb görətdi aka. Ondan keyingisi siz şu ailede anca munca tamaq qırqat yoş degandek ailesinden anca munca qıp qo'yamsiz yoki bir xil zalim erlatibdimi? Yo'q, men bir maslahatchan lekin tamoqni bek tanlayman, tamoq yetamayman. Lekin tamoq yetishni yaxshi ko'rmay o'rganamayapman-da. Faqatlar. Lekin sho'rpini yaxshi olmayman ukamman. Go'shtni men ustaman. Qirqatchi aka. Ya, uni qirqat hamda hozir burunga o'xshash qirqat. Ammo kichigimdan tortib uy ishida, masalan, opam bu yordamchim. Men uyim uchunmi? O vaqtlarda biz suvni boshqa yerdan ekilamiz apkashlarda. Men uyda 11, 12 deb sanaydik. 12 apkash, ishchilaymiz 24 yil qilamda. Cho'ng idishlarimiz bo'lgan. Uyning ishiga men burundan tortib hamkorlashdim. Ammo opamning qarab, uyda tursang, uyning ishining qanchalik jiqligini, tugamaydigini his qilsang ekan-ku. Rasla. Agar bu yüzümüz bir kılalsak, mesela tamak kılıcı, yüzem kılalaydığı işlerimle kılıp, adalap, hem nesini teyye kıp koyma. Keplen ben seyit korusun mu, bulgan ya dümlep kıldıgan, şöz dümlep kıldıgan, ama yüzem üçlü kılalaydığı neslerin ailede çokum mu, kılıçık tırışım mu, hem tırışı yapıyorum. Ondan sonra keyingisi, şu ahirqisiga, bu şu naq meydanda tayyorliqsiz rol oynab bersangiz deydi aka, lekin bizga hamda mayli aktyorlar bo'lsin, mayli naqshchilar bo'lsin, mayli usulchilar bo'lsin, hamda buni chiqarishdagi sabab ko'rmanlarga azroq bir zerik qilmaslik uchun bir kuldirgidek bir narsa bo'lsa bo'ladimi deb mojatimni o'ylashib bir chiqargan buyruq hamda bu savol emas-ku aka. Shunda ham sizga qanday bo'lar aka? Ya, bu 98 rol oynagan po'yishi men xabarim bor aka o ishdan. Shundan keyin o'zim monopol qildimmi yoki o'zim besimni baqib oldimmi, yaxshiroq birinim bo'lsa, xil bo'lmasa, nima qilma deb. Lekin shu rolga lekin ammaga xil oldi aka. Shunday. Lekin shu vaqtga shu filmni to'g'riliq men bilmay aka, to'g'riliq. Şunu dedim hem de hazır qanday bo'lar, yo'q, fikam bu qamlashmaydi deb turiblar bu deb tezda so'radim aka. Ya biz kelgandan keyin mehmonning kelishi, o'zidan ketishi sizda degan. Şolpan geldi. Ve adaş, men hazır boramayman uyaga. Demo Çolpan kel mensin Layla deganlik program bor adaş. Şununla ilqi mavu nimeti ilqi ismi ilqi pek şöyle ilqi burtuva bir adam bağı Asqar Riqib o pek yaxşı gördüm digine ilqi Nurali degen bir riyasetçi var şu aş birini mi çaqalmagan bu adamni ko'rmagan men hozir şu kepti mishadi baka deganda qarsam guanjonlar lazım deydi şu berib bir o'tirib chiqaymiki deganda madash ya kechki tomoqni ko'rishaylik biz. Bulamdi va? Ma'qul. Qo'y. Uy, mushe shu kenda bu. Voy, pek şey.
Voy. Asqar aka. Qanday ahvolingiz, yaxshimi aka? Qanday? Yaxshi, o'zingiz Kam yaxshimi ahvolingiz aka? yaxshimi? Yaxshi. Bak shu akasiz. Mayaqtirib o'tiramiz ukum. Buni riyosatchining o'rnida aka bu. Yo'q, shunday qilsa o'tiraman, yaraqroq o'tiraman ukum. Aka sizni vadab keldim men bu programmaga. Rahmat ukum. Aka. Rahmat, o'zingiz kim bo'lsangiz ukum? Ya Adil. İsmim Adil aka. O'zim hozir nurg'un championlarni chiqarib, bakiliqqa yaxshi xonim qizlarimiz uchun mulozimat qilyapman. Bak, yaxshi bo'lgansiz, bu musafirsiz, ha? Shu o'tda kichik vaqtlarimdan tortib, dadam sizni bilan bakiliqqa qo'yib oldi-da, deyishlarda. Iliq menni bir yer degan naqshlarimiz bor, Fayzi aka. Yaxshi, rahmat ukum. Men sizning shu laparlaringizni ko'rib, usul o'ynashni boshlagandim. Bak Fayzi o'ynayman. Mening birdan bir orzuyim aka siz bilan birga lapar o'ynasam bo'ldi aka. Aslan bu kishi vaqtingizdan mushtaqmatdingiz ya keyinroq mushtaq bo'lib qoldingizmi? Yo'q, shunday. Sal bo'sh ukam bunday bir o'g'ilvaldek gap qilmanglar. Nerim bo'sh aka? Yo'q, ukam men bo'shab ketyaptim sizga qarab hozir. Ya aka, bo'sh deganingizni faqat tushunamadim. Kim bu? Ben o'g'ilvaldek gap qilmanglar, o'g'ilvaldek. Aka, o'g'ilvaldek gap qildim-ku. Yo'q, men demoqchi bo'lganim endi ma hareketlerini o'zingizdan aytqali bir qamlashgan bola ekansiz. Yo'q, qo'lingizni tushiring. O'g'ilval degan to'qim o'g'ilvaldek bo'lish lozim. O'zingiz yaxshi bola ekansiz, balkim siz sal chataq bola emas, lekin endi bu ko'nglingiz yaxshi bola ekan. Aka, bu chataq degan. Yo'q, ma harakatda chataq qilgan. Ma holatda. Narim chataq qilgan. Qo'lni qo'ying, qarang, qani quda o'tasa bo'ladi anda. Bunda sinchilar qo'l yig'ing. Qo'llaringiz go'zallik-ku hozir davrda. Bu yangi davrga moslash kerak-ku aka. Meni hozir to'yindim, nurg'un funksiyalarim bor, men ayishdan men do'raydigan aka. O'g'il shunda endi ukam hozir chiqib bilan ya 10 tattir gaqsiz, do'yinga chiqib bilan yoki mis agisingizlam funksiyaringiz yig'lab ketirgan hozir. Ya o'nlundagi narsa emas, shirli bor aka menda. Bormi? Qali bardak qilib. Qali bardak qilib. Salomatligingiz yaxshida ukam? Yaxshi aka, hozircha men yoshda bo'lsam. Aka, shu gapga kelsak, sizni kapto deb cho'lpon keldik, sizlar boshlamadinglarmi programmani? Boshlayotgan, siz kelib yana hamda boshlaydigandek turimiz endi. Ya aka, shu programmani boshlaydi, sizni taklif qildi deb anglab misha kelgan qiliqqa bir riyosatchi birdan bat deymishadi. O'tirdilar. Nurali inimiz hozir keldi. Shu birni saqlab o'tiribsizlar-da mishadi. Siz keliblam aballam bekavlab ketdi hozir. Nuraliga ancha o'xshab qoldi ekansiz, javob ukamsiz. Hay balalarni o'xshaydi ekansiz. Gapga kelsak, hozir Xichambek oldirasizlar. Ele tushgan vaqt paranshayli aka men tarbiyalab qo'yonjumi? Billa lapar o'ynaymiz aka. Lapar o'ynaymiz aka. O'yish taqasizlar, juma buning hozir javob bergan. O'ynayman aka. Hozir degandan birliqqa taraqqiy qilib ketdik, biz o'ynay olamiz aka unda usullarni. U hozir shundaqkan agishlar o'ynaydigan baqishib shundaqsiz. Men bo'pti aka, davrga baqsaq men bo'pti shundami? O'tiring ukam, bilan o'tiring. Beshim pekit o'tirdi men. Aka. Gap qilgan. Bo'ldimi aka? Ya karamat. Sendinmi sal gumonliqqa o'tib Hakikaten biz mabay deyishdik aka. Shu hozirgi vaqtlarda sal bir jixlab ketib bordi. O'g'il bolaga o'xshamayotgan, qiz bolaga o'xshamayotgan sal shunda bir ishlar eg'irroq bo'lyotdi aka. Endi to'g'ri, davrga moslashdik, taraqqiy qildik. Mujohidlarni o'zgaranglar degan narsa emas-ku aka bu. Shunda-ku. Men haqiqatan shunda bir filmlarni, shunda videolarni, shunda bir ballarni uchirtib qolgan vaqtimda bakla ochig'im keldi. Bo'libmi? Hozirgi shu o'g'illarda usul hareketlari bilan ayolcha usullarni jiqirab o'ynash. Qarasam bir kuni
bir milliy kiyim kiyib bir bola o'ynayotdi, shunchalik chiroyli o'ynayotdi. Bu ajoyib usta ekan bu. Tursun İbrahim Doray'dı kendileri. Bu acayip oynuyor tutan bu balışan bu oğul vallahi dedi. Bir usul arkalık bir milletin yigitlerinin karakterini hareket bilen tabi gap mi yok arkadaşlar. Bunun her bir turu bilen sizden bir kol hareketiniz bilen özünüz bilen turuşunuz bilen ya bir elişimiz bilen bir karakterini belgileydi. Bizden degan yigitlerimiz qavul, g'azab nafratimiz aniq, gap so'zimiz shunchalik aniq, o'g'ilvochilikni ustun ko'radigan mundaq biri. Hozirgi vaqtda kelgan vaqtida birinchidan tashviqot, yetaklash rolini o'ynaydigan vosita bu. Bu tashviqot vosita hozirgi vaqtda kelganda bu hamma odamning qo'lida bo'lgan ekan. Masalan, bu yezlarda men ba'zilarda birinchidan qarasam, kichik bolalar maktab forumida o'g'il bolalar qiz bola o'ynaydi ekanda. Bu ne mush bolalar do'rayotgan gap. Mushundoq o'ynash bo'ladigan o'xshaydi deb. Buni o'ylagandan keyin bu badanda asta-asta ayollik xususiyat kuchayib ketadi degan gap buni. Masalan, bekadimga kiriblam alqi yuzmaylarni so'rab, mana hozirgidek bir obdan gaqayotgan bolalarning ovozlarim o'xshamayotgan. Nima deb deganda, bu degan bir bizning keyingi avlodlarimiz, bu degan bizning umidimiz. Bo'libmi bu erkaklardan chataq chiqib ketsa, qizlar nima ish qildi? Qizlar botir bo'lib ketamda. Buningda bir necha turli sabablar bor. Birinchidan buni cheklamayapti. Tashviqot vositalaridami biz shuni yutunishimiz bor bizning. Bu shunday narsani to'xtatsa. Ikkinchidan bolalarimiz yesliga kirgan vaqtida yeslilik o'qituvchilarning hammasi asosan ayol o'qituvchilar. Masalan, maktablarda hozir uchrashayotgan jiqroqi ayol o'qituvchilar. Ustiga bu qanday mijozlarda bular to'g'risida gap qilsam, bu dunyo hamma yerda bor-da. Ustiga eng yomon gapni qila oladiganlar shuchu. Bular xijlolish, imunasizman, lekin bu narsani cho'qim demasak maydi. Birinchidan qizbalchi usul o'ynayotgan bolalarimiz bizning to'xtatish lozim. Tashviqotda bizning bolalarimizni yaxshi yo'lga yetaklash uchun bu bolalar bu harakatlarni to'xtatish lozim. Yana birisi bizning shunchalik chiroyli usul harakatimizga haqorat qilmaslik lozim. Kichik bolalarimiz qarsangiz ashtaq o'ynayotgan. Bu unday emas. Keyingi avlodga bevosita ta'sir qildi bu ishlar. Men buningga shaxsan men o'zim qabul qilamadim. Endi biz men o'zimni chidab turamadim-chu. Bu bolalarni deydiganga bizning nimamiz yo'q. Lekin boshqalarni yetaklaymiz. Boshqalarni shu tarafga so'rab akatmasa, bu bak xatarlik ahvol bu. Rahmat aka. Hozir shu ulug' davlatimiz shuni tashabbus qilyotdi-ku, shularni davatidi. Shu xinimlish qarashtiraylik deb shunda bir shiorlarni to'latamiz. Qo'limizda bo'lgandan keyin bu telefon qanday vaqtda bir ichib ko'rsak bir ko'rgidek narsalar bor-ku hozir. Ko'rsak qarasak shunda narsalar jiqroq chiqib ketgan vaqtida buni taqitishdan kelib chiqadi ekan-ku aka asosiyatdan. Endi boshqalar zonli qilib taqitadi ekan. Bu narsani ko'chirib kelib, veshini do'stlarga yoki o to'plarga, bu to'plarga zonliq qilib taqitadi ekan, lekin o'zi bilib bilmay shuni ko'tirib qoldi ekan-ku. Tashviq qilib qo'yuvchi bo'lib qoldi ekan, taqatquchi. Kichik bir bolalarimiz ko'rib qolsa, qarasa buni hamma odam ko'rib turgandan keyin, bu to'g'ri o'xshaydi bu narsa. Shunda qilsak finsillarimiz jiqiydigan o'xshaydi. Bu yashashniki yaxshi bir yo'li o'xshaydi deb qolgan bunda bir ahvollar bor aka. Shuningga sizniki mushu gaplaringizni cho'qim ekran oldidagi nurg'un ko'rmalar ta'sir qildi deb o'ylayman. Ham bizmi programma guruhimiz nomidan shuni tashabbus qilamizki, bo'libmi shu bolalarga bevosita ta'sir ko'rsatadigan ashundaq bir ish harakatlik shunda bir filmlarni amal va bolalarga ko'rsatmasak, bolalarga taqatmasak deb shuni iltimos qilamiz, shundaymi aka? Albatta, nima shuni deganda, men bilmadim bu odamlar chaqirnish ketyapti, chaqirgan narsalar shundaq taqaydi ekan. Shundaq taqtuqi adamlarni qarasak, men palani van kompusdan olib qo'ydi ekan. Buni kim unda qilib otadi, kim bunday qilib qo'ydi, to'xtab tur. Sen radiya berish lozim bunga. Yana bir yutunishimiz bor ekan, bolalar millatning, davlatning umidi, turiga Şunlaşqa biz ballırımızga ziyan salırgan, her xil yollarga başlaydigan bunday zayıfane teşviqat vasitalarini to'xtatishni biz umid qilamiz. To'g'ri. Unda bo'lsa aka, shu ekranda ko'rmalarmi abaytiyaqiga kuldi hamda itotlarni o'yindiq, arliqlarni qistirib turdik, usullarni qo'shdik. Hamda lekin yana bir shu kayfiyatni ko'taradigan bir o'yinimiz bor aka. Shu tanishg'ish taqab so'z topadigan o'yin. Shu o'yinni bir o'ynab boqamdik aka. Topalsiz mukofot, topamsiz jazosi bor. Sholban keldi. Asqarka. Asqarka?
Ya Allah qildimi deyman, aldingiz Ya. aka? Aldınız Ya ben mı? öyle gap ketyaptimda. Ya aldingizmi aka? Öyle gap ketyaptimda. Aldingizmi aka? Ne ben ayağı almadım. Merdane. Öyleyse Merdane. men deganini anladım. Ha. Men nima? Merdane. Men Ha. sadda Merdane. topamdimi? Topamdingiz aka? Ha, birini deb birini topamdingiz, keyingisi ya. Lapparchi. Nima yaxshi? Zap yaxshi. Lapparchi. Laparchi. Zap yaxshi desa buni. Zap yaxshi desa mana. Lapparchi. Meninki. Men ketdim. Ya, meninki. Meniki. Kim aka? Bundan eng oxirgisi 3-chi bo'ldi. Jubaji. Operatsiya. Jubaji. 5 4 3 2 1 0. Mikrofon. Ha? Mikrofon. Burtonuzdan başka işlemi görüyorsunuz. Mikrofon. Mikrofon. Üç boğum mu aka bu? Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon var. Ha. Men ketdim. Men kettim. Ha, men kettim. Ha. Chikin tapdim. Cho'ng qo'shqa. Nima? Cho'ng qo'shqa. Birli boğum mu bu tük degandek? Ya, isbog'im ha? Nima? Barag'ning tagida, Ha? barag'ning uzun barag'ning tagida oqida cho'ng qo'shqa. Bir moç gap Cho'ng qo'shqa. Ha? Cho'ng qo'shqa. Ağzınız bedratmısınız belgili olmadı aka. Mana isbog'im qilib cho'ng qo'shqa deb. Ha. 5 4 Ya aka to'xtan, nima bu hozir men faqat Gap sada turayotgan gap abay men topolmagan aka o'xshash. masalan muhabbat deb bunda bir Mana cho'ng qo'shqar tugidi. Suv ichamsa. nima? Ichamsa. Suv ichamsa. Şamsa, Ichamsa. Suv ichamsa. suyamsa. Ya şu umma deb 5 to'xtan aka Evet. nima? Suv ichamsa. Suv ichamsa. Topamdim. Nima aka bu? Faqat Suv ichamsa. ya aka uch bo'g'im. Ha? Masalan, To'pig'im suv ichimsa bo'lsa bu to'tib ketdi aka. Masalan, ichimsa degan bo'lsangiz ya yana bo'ldi. Lekin akam shu va qalbingiz burtongiz to'silib ko'radi. Ya ha. To'silib bilan og'zingizni ochmay. Ma tavush qara, burtum qaramaydi. Ma tavush qara. Keldim men. Ha. Ha, Ha. Ha. Ana oxir nima? Ha. Men. Men? Ha. 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 Keldim men. Keldim. Men. Ha, bo'ldi men tartdim. Babayqining tartibsi men ketdim. Va tugdimi aka, Ha, hamsa? tugdi bo'ldi. Chiqib shuni topdim men. Ha, yaxshi. Uch tushma. Shu oldi bo'ldi. Yo, tunuga qishda botib. Endi mani mushtim shaplaqqa o'ynaymiz aka. Uchtala qilmaysiz g'o. Uchtunma? Ha, uchtan qilmaysiz. Ha. Davsa. Ha. Chidab o'ynaysiz shuma Chidab, chidab. Yesab. Qo'ng bo'atimiz aka. Yesab. Ha, ma'qul. Ha. 3 2 1. Ha. 3 2 1. Oh, 1 2 1. Ha. 1 2 1. 1 2 1. 1 2 1. Umaq, mani qilgan, mani keldi. Ani qupopsizlar deb. Seni qaymoqtirdim deb izlab qo'ydim. Rahmat aka, rahmat. Unda bo'lsa aka, ammo u yonniki jazosi bo'lmasa faqat xizmaydi-ku. Bir ish qilib bering endi. Men nima ish qilib bersam bo'lar? Men Naq maydon bo'lsin, bir naqsh aytib bering aka. Qanda? Ha? Naq maydon bo'lsinmi? Muzik siz holat bo'lsinmi? men yaqinda Seyşalda turayotgan bir xalq naqsi bor. Shuni bir ish ko'p detnik. Derdi tuludur yarının
Vay ko'nglimning arami yo'q. Vay ko'nglimning arami yo'q. Qarab baqsam shu yarga. Vay men ko'rgan chiroyi yo'q. Yarda dedi ko'p avare. Hey yürekle bulduğu pare. Vay yürekle bulduğu pare. Özüm bilsen yarim. Vay bu dertlerine çare. Vay bu dertlerine çare. Rahmet avazlarınızga tetkinmişsin. Şunda peyz avazlar aka. Başka yerlerden etpak mı nalız aka manaqşın tıkı ya? Rahmet hem de bir yıl belki program bilen bile tebriklep çıkarabımız ya yılın akırsıda ya Şu grup büyütemdik ya müşahidullah. Şunda kılamız. Vay maqıl aka. Rahmet aka. Salam etmişler. Aman basak. Hazır abay tiyaqqa shunda ko'ngli ichishlar bo'ldi. Shunda ko'nglik o'tadi aka. Hech qaysimiz bu yerda yasrab qolmadik. Sizmi shunda o'zingizni qo'yib yetib depmagan gaplarning hammasini depadigan sirlarni ichib o'tdik aka. Yana bir qatim rahmatimizni bildiramiz. Hamda mishaga naq maydon qadam tashrif qilgan shu tomoshabinlarmi? Yiroq joylardan kelgan tomoshabinlarmi bor? So'raydigan savollar bo'lishi mumkin sizdan. So'raydigan savollar bo'lsa so'rasa sizmi astoydil bir javob berishingizni umid qilamiz aka. Bo'libmi bizniki Zo'rgul xonim Maralbeshdan yetib kelgan. Bizniki şu filmning boshlanishi dedim aka diqqat qilsangiz shu 2022 yillik Munavvar doktor Cho'lpon keldi programmasida shu Munavvar doktor Marksniki birlashma qurg'uvchilarining birisi bo'ladi aka. Sizga deydigan yurak so'zlari bo'lib qolsa bir deydigan bir fursat bergan bo'lsak. Oldu rahmat. Salam ekran altidagi ko'rmanlar. Salam Munavvar doktor tajriba olgan Cho'lpon keldi programmamizga naq maydonda ko'rish sharaflariga ega bo'lgan barliq ko'rmanlarimiz. Salam bugungi Munavvar doktor Cho'lpon keldi programmamizga alayda taklif bilan qatnashgan Cho'lponimiz barliq shu ko'rmanlarning diqqatini qo'zg'algan rahbarchimiz Asqarjon Riqib aka xush kelibsiz. Men Munavvar doktor Ağrıq to'xtatishliq qaytirish mahsulotininki shirkat birlashma qurg'uvchisi Rozgul xonimdan hammalarga o'tliq salom va eng oliy ehtiromlar bo'lsin. Asqarka siz bilan bugun shu Cho'lpon keldi programmamiz orqali naq maydonda diydorlashish fursatlariga nail bo'lganligimdan intayin xursandman. Men bugun ko'riblam bak hayajonlandim-chu. Endi shu Asqarkamniki laparlarni bak yaxshi ko'rib ko'rma odatda-chu. Naqshlarni odatda shu usullarni birlashtirib turib, hissiyotlardan shuni bak yaxshi o'rlaydi. Balkim butun xalq qashda ko'rdi deb o'ylayman shaxsan o'zim. O'ylaymiz erkin holatda. Ama şu Asqarkamniki sendiki ko'rinishlari bo'lsin, kayfiyatida davomliq jo'shqinliklarni ko'rib turdim-chu. Ham turib o'ylab qoldim. Davomliq kayfiyat mushtaq yaxshimidi yoki oilalarda turmush besimidan ancha bu ko'ngilsiz ishlar bo'lib qolamdigandi deb o'ylab qoldim. Bo'ladi, endi nima deb desiniz, bizmi bir jamiyatda yashayotgandan keyin bizmi o'xshash. Mana bu yerdan tushsaklar bizning oila, xuddi sizlarning oilalariga o'xshash hamma oilalarda bor ko'ngilsizlik bo'ladi, xushallik bo'ladi bir oila deganda. Hamda jiq odamlarda oila uqum bilan uy uqumi o'xshamaydi-chu. Uyda ayol bor, bola bor, nurg'un odamlarga uy deb ataydi-chu. Uy deb atishlik sabab nima deganda bu yerda bir muhabbat yo'q, illiqlik yo'q, inoqlik yo'q. Oila deganda inoqlik, o'mlik, ittifoqlik, mehribonlik, oila qurishninki o'lchimi bek büyüklükte, bek çoğun bir boylikda, hamma narsa talto'kishlikda emas. Faqatlar bir muhabbat bo'ldiki, bir mehribonlik bo'ldiki, bu oilada hamma narsa bor bo'ladi. Hamma narsangiz bor, muhabbat bo'lmasa, o mehribonlik bo'lmasa,
hech qanday emas. Nurga tamom ketadi. Nurga tamom ketadi. İnsanni inson menga tushunmaydi. U men tushunib seni alamat tushunib ketaman, bir oilada turib men seni undoq yaxshi o'tib ketaman. Bir yaxshi bo'lamagan yerlarimiz nima deganda u bizdagi kamchiliklar. Cho'qim men shuni to'liqlash uchun tirishman oiladan. Bir oila deganni uyni qana qilib bir uy qilib ketdi degan gap nima deganda cho'vatmay bir necha narsalar bor buningda. Qurbon berish, voz kechish emas, ashuni tirishish, ashuni qo'g'dash, asrash, mayli ayol bo'lsin, mayli er bo'lsin. To'liqlaydigan ayollarimiz bo'lsa, bir to'liqlasak oylig'imi beramgan muhabbatni bir bersak, endi jiq vaqtlarni, endi bizning jiq vaqtlarimiz ham birdan oyoqda, birdan oyoqda burun ashta xislatlarda bo'lib, jiq vaqtlarda oilaga bo'lgan vaqtimiz jiq yetmaydi. Endi biz hozir shu vaqtlarni bir to'ldirish uchun tirishayapmiz bizmi? Rahmet Asqarqa to'liq tafsili yerimni tushundirish berganlaridan shuna xush bo'ldim, suyundim. Rahmat. Endi bugun musu programmaga alayda qimmatli vaqtlarni chiqarib turib, kelganliklarindan shuna xush bo'ldim. Buningdan keyingi salomatligingizning texmo yaxshi bo'lib ketishini umid qilib, bizniki Munavvar doktor markamizdagi paysoq sog'lomlashtirish mahsulotlaridan, ham shunaqla ko'z asrash, ko'z rushanlashtirish mahsulotlaridan, Aygul odam bilan ishqinglarniki ko'zlarining texmo rushan, texmo ajildor bo'lib ketishini, ham sog'lomliklarning texmo yaxshi bo'lib ketishini umid qilib, mahsulotlardan bir sovg'atlik qilay deb o'ylab qoldim. Rahmat. 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 İşlerinler yaxshi olsun. Mana bunun o'zi bir yaxshi ish Nurali. Ko'rarmanlarimiz Chulpan keldini shunda bir yaxshi ko'ryapti bu programmani. Bir programmaningki, bir yaxshi bir programmaningki vujudga chiqarish oson ish emas. Buning uchun hamda seninki hamda shu sen bilan hamkorlashayotgan bolalarning nurg'un tirishchiliklari bor. Masalan bizningki nurg'un mana operator bolalarimiz o'tiryapti. Bu bolalarning ajri bu shunda qo'llash bilan hamma tarafdan bo'lganda bir yaxshi bir ishlar vujudga chiqadi. Aniga yana birisi sizlarningki mushtaq bir yaxshi bir programmani ish qilayotgan bolalarimizningki ishlarni bir qo'llab sizlar har tarafdan yordam beryotganlar uchun sizlarga rahmat aytamiz. Rahmat. Rahmat. Qurban namdan, barliq vakolatli namdan qizil bir dasta, julimdan bir so'qi var. Rahmat aka, rahmat. Bugungi son programmamiz nayt ma'nili kelib beriladi. Hozirgacha qat'iy bir zerikishlik bir tuyg'ularda bo'lib baxmadik. Chiqilib başdan oxir shunda bir hayajon ilkida o'zimizni baxtli his qilib turib, musanda o'tiratimiz aka, ham bir qatam chin ko'nglimizdan rahmat aka. Salam Asqarqa. 2017 yil o'tkazgan kechiligingizniki shu ismi nima uchun shu Salam Sahra deb qo'yilgan bo'g'it shuni bir bilib baqsa bo'pti. Yaxshi savol debdim bu. Kechilikdi bo'ras. Men deb o'tdim Qurafkam. Chunki meni shu Sahra tug'di. Men Sahra tug'ilib cho'ngildim, lekin men kichik ketgan. 12 yosh vaqtimda ketganda endi o Sahradan. Birinchidan men yurtning mehriga qanmagan, ota-onaning mehriga qanmagan. Yerda mening nurg'un do'stlarim bor, balaliq aslimlarim, savodoshlarim bordi. Chunki Sahraning hayoti bek go'zal. Anisiga yerda haqiqiy odamlar yashaydi. Burun shundaqdi. Balkim hozirmi shundaq bo'lsa, masalan, bizga isrofchilik qilmaslikda. Masalan, bir non tushib qolgan bo'lsa, agar yeni tushib qolgan bo'lsa, ani pidovitib yeyitdi. Agar deslib ketib qolgan bo'lsa, ashuni yeni elib, tamning ustiga egiz yerlarga qo'yib qo'ydi. Nima desa, biz tabiat bilan birga yashagan. Hatto bizning yavatgan yemekligimizde qushlarning haqqi bor deb qarlar yig'ib qolib qolsa, biz qar az yog'idi. Qishlik kunlari shu cho'ng dadlarimiz bilan otlarimiz bilan birga chiqib, ancha-muncha uydan qo'noq dallanib sip qo'ydik. Topolmay qolib qolmisin, mayada jiqqar yog'maydigan yer, osh qilib qolmisin deb biz aytib yo'lamaydik. Aslında keyin xizmatlarni bo'ldik, dunyoni aylandik, cho'ng bo'ldik. Men dunyoning qanday bir yeriga borsam, yana ana yurtimni eslab turdim. Bir qatim vatandan ayrilsam, bir qatim vatanning sig'inish kuchaydi. Shuning meningki normal odamlarnikidan vatanparvarligim kuchli deb qarayman. Nima uchun deganda, chunki men ko'rdim, ayron qolmadim. Chatdan ko'rsam bo'ladi. Bu yerda bir sig'inish bor, o sig'inishni tasavvurlab beramaysan. Ana vatanning, ana yurtning sig'inishi
O hech qanday sig'inishlarga o'xshamaydi. Ikkinchi qatimliq kechlikni o'tkazganda bu Salom Sahro degan naqshlar. Masalan bu Salom Sahroning kimi? Buning ijodiyatchisi Turpan viloyat naqshlemakdan G'ofurjon Qosim deb bir inimiz, yana bir Ahmadjon deb bir o'qituvchi bir inimiz bor. Tekstni shu bolada yozgan. Men dedim bu bolaga, sen buning naqsh yozma, Sahronilam kuylab pasanglam bo'ldi. Bu yerda naqsh etmaymiz ukamız bunda. Deb anlayt chiroyli chiqdi aha. Ham u kuni hamda men ikkinchi qatimliq o pastda 10 ming odam bor edi. 6-tizimdamda naqshning tekstini aytdi. Chiroyli tekst. Bu tekstda qoldi senda sabiy istaklar, buvam aytgan hikmat cho'chaklar, tunji sevgi yangan yuraklar, Salom Sahro aman bo'l aman. Jinim otam turdimi aman. Bu yil g'usul berdimi aman, yoki jekli bo'ldimi saman, Salom Sahro aman bo'l aman. Tug'ash yiqib oydingda onam, ko'z yoshliq dedimi bolam. Yulduzlardan aytdimi salom, Salom Sahro aman bo'l aman. Teksti shunchalik yaxshida, nurg'un bolalar tirishchan sahrodan chiqib qo'yotgan. Ba'zi bolalar nomus qildi. Men palani sahrodan bir narsa, men palani yerdan ya palani yerdan deydigan. Xuddi shaharlarda alomat odamlar o'tirdigandek. Yana birisi ekran orqali tomoshabinlarga deb qo'yish. Cho'ng shahar qanday joy desanglar, necha million odam to'plashib yegan yashaydigan joy bu. Shaharlarda turayotganlarga ayron qilib, yurtdan tanishning o'zi bu bir yaxshi insonning ishi emas. Yaxshi axloq emas. Yana birisi yurtdan so'yinish, yurtdan faqirlanish bu haqiqiy bir insonning ishi. Shu bu. Men hayotimda da'vatime rasman yurtdan tug'ilib, cho'ngib chiqib qilayotgan ikkinchi qatim men shu sahrorimga yurtimga bir salom qo'ysam deganda, men dedim agar sen meni nima deb faqirlansa, asqar qilib desam, men sahrolik o'g'limdan faqirlanaman. Ben kichikgina sahrolarimdan chiqib, Rimning ko'chlaridan mangdim, Parijning ko'chlaridan mangdim. Nurg'un davlat davlatlarning butun insonlar intilgan ko'chlarda men mingishga muyassar bo'ldim, ming baqdim. Lekin men kichik vaqtimda oyoqimni savetib manga to'pliq yo'llarim botdi. Bu yo'llarni o yo'llarga teng qila olmadim. Parislarning ajoyib mezlik çaylarını ichdim. Lekin bu çaylar kari suvlarini qaynatgan akak suvlarimiz deymiz bu. Erkek sularımızı kaynatıp demleyen çaylarımızga etken çaylarımızga çılıgan zağrı nallarımızga tanqımıdık. Milyarderlar bilen trilyarderlar kurashdik. Lekin qo'llarni tutdik, kurashib boqdik. Lekin qo'llarini qadaq bosgan haqiqiy yurak bilan qarindishim deydigan dehqonning qo'lini tutgandek bizga o'xshimida qo'llar. Hararet piramidi. Bizning qo'llarimiz aşı dehqonlarimizning, aqko'ngil kishilarimizning, qarindoshlarımızdan qo'llarini tutishganda, mehri illiq, qalbi o'yg'oq kishilarimiz bilan tutishganda aningdikin his qilisha olamiz. Bu dunyodagi his qila olish bu inson uchun eng muhim narsa. Xuddi birsi ma gapni ma'nida deb davatgandek qolaqida, xuddi men ya bu tiz qilganim yo'q, pastki buni xalqni ko'rib, tomoshabinni ko'rib chiqayotgan ilhomlarimizda, shu bizga berayotgan sahroning ilhomlari shunlashqa men har qachon qayerda bo'lay, sahrorimga salom qilaman, omon bo'lishini tilayman deb shuni salom sahro deb qo'yganmiz. Mushsani gerçi öz addi bo'lsa-mu, ama shunday bir yaxshi mazmunlarni ko'pchilikka, butun xalqqa shunday yaxshi holatda suna oladigan bo'ldik deb, shaxsan men o'zimmi ishimda hayajon ilkida o'tiradim aka. Bugungi shu bosh sababchisi siz bo'lasiz, bosh qahramoni siz bo'lasiz aka. Siz bo'lganlikdan ama shunday yaxshi mazmunlar chiqyotdi, yaxshi so'z iboralar tilga elinyotdi. Shu vajidan yana bir qatim chin ko'nglimizdan hammaylar bir hurmatimiz bilan bir chavaqchilib rahmatimizni bir bildiramiz aka. Rahmet. Emallah rahmet. Lekin gap tugmadi. Chinan salomat bo'lsin aka. Bundan keyin hargiz to'xtab qolmay, biz uchun yana davomli yangi asarlarni, yangi nomerlarni bizga sunib turishingizni chin ko'nglimizda umid qilamiz aka. Endi shu vaqt qistab qolganlik sababli mashayigacha bo'lib qoldi aka. Xili bir qildi.
Ya lekin bizga Ulan- bek tez o'tib ketgandeklar bu vaqtlar. Dek hozir boshlagandeklar shunda to'yg'uda. Chunki bu yerdagi gap so'zlarning hech qaysi bir zerikishlik emas, ya bizga muhim bo'lmagan gap so'zlar chiqmadi. Hammasi bizga lozimli gap so'zlar bo'lganligimiz uchun shunga qaytirqinib turib angladik, qaytirqinib tushundik aka. Yana bir qitim hurmatimiz oshdi desak tamoman bo'ladi deb qarayman. Bundan keyingi vaqtlarda aka yana bir fursatlar bo'lsa, shu programmamizga bir yana kelishingizni, yana biz taklif qilsak rad qilmay vaqtida kelib qatnashib, yangicha yana boshqacha bir energiyalarni ko'pchilik taqib turishingizni chunki ko'nglimizda umid qilamiz aka. Oxirida so'raydiganim programmani bundan burungi vaqtlarda siz ancha muncha ko'rdingiz-ku aka. Lekin bugun qatnashib siz o'zingiz qanday hissiyatda bo'ldingiz? Ya men shunchalik rahat qo'yamda o'zim. Nima deganda bu programmaning o'zi hamda hozir ukam Cho'lpon Bekchek o'nta so'zdan ishkini qilsang tilpimda qalayimqan gapni nechini bir qilsang abaqidek agib o'ynasa lekin cho'lpon bo'lgan bo'lib ketibdi bu undaq narsa emas. Yana birisi cho'lponlik davos qilayotgan bolam birjak. Faqatlam men deydiganim siz cho'lpon degan oson gap emas. U faqatlam o'zingiz bilolsangizlar hammadan muhimi shu gap deb qo'ydi ekan o bizning cho'lponlarimiz men bunday narsalar men o'zim qarshi men o'zim xalab ketmayman nima uchun deganda men faqatlam o'zim bo'lsam normal men faqatlam mening ismim Asqar aka shu ismimga ham yuz kelib yashab shuning tushilib men ish qila olsam ham bu meningki dunyorim bu. Maqsad aka bu so'zni toj qilib boshqa taqib olish emas shunda. Taqib olish emas. Muhimi nima uchun deganda cho'lpon keldi deb bir programmani qilish orqali ko'rinmanligiga. Masalan, men hozir tushsam men bir sening ko'rinmaning bo'laman. Tuandimmi nurg'un orzu qilayotgan san'atkorlar bilan o'ziniki yaxshi ko'rgan odamlar bilan ko'rishga yaxshi bir fursat yaratib beryapsizlarda. Shunlashqa mening umid qildiğim programmalar texmi yaxshi bo'lsin, anandan texmi mol bo'lsin. Hamma yurtlarimizdagi tomoshabinlarniki bevosita so'zlarmi jiqraq ekran orqali muhtaq chiqib tursin, yetkazilib tursa bu nayta bir amaliy bo'ladi-ku. Bu yerda maqtash yo'q, tabiiy bir muhabbat va ana ustiga nayta uchiq aşkara anandan yaxshi bir programma bu cho'lpon keldi. Men texmi darajalarning o'sishini, texmi mol mazmunlarni qilishini umid qilaman. Qisqasi shaxsan men o'zim kelib birga o'tirib sen bilan qatnashib bu programmaga qatnashganimdan o'zim sizlarga rahmat aytaman. Rahmat aka. Programmamızdan 2022 yıllık tajdorligini Munavvar doktor markasi alayda qo'lladi. Xo'sh, rahmat aka. Eng qisqasi shu yig'inchoqlablam desam, bugungi abayqa o'zimizning hayajonlarimizni ifodalab turyapmiz aka, chavaklar orqali rahmatimizni yetkazib turyapmiz. Yana men o'zim yana desam yana shu salomat turishingizni bek umid qilaman aka. Har vaqt odam degan shu salomat bo'lgandilar, qilmoqchi bo'lgan nurg'un orzularni amalga oshira oladi emasmi aka? Sizning hargiz shu san'at sohasida, ekran sohasida ekranda üzülüp qalmay biz uchun davomli xizmatlarda bo'lib turishingizni, yangiliklar bo'lsa to'xtamay sunib turishingizni chin ko'nglimda umid qilaman aka. Shu necha yillardan beri ko'rmanlarga bizga nihoyatda yaxshi bo'lgan asarlarni qoldirdingiz, yaxshi bo'lgan energiyalarni taqib turdingiz, bizni xush qildingiz aka. Har bir nomerlaringizni ko'rib huzurlandik, nomerlaringizni ko'rib cho'ng bo'ldik aka. Shunda cho'nqir bir minnatdorligimiz bor. Shu minnatdorligimizni, shu rahmatlarimizni shu programmamizningki shu oddiy lo'nqimizga yig'incha qildik. Shuni bir saqlag'aysiz aka. Qabul qilg'aysiz. Rahmatimizni bildiramiz aka. Rahmat.